2013 yılı Novruz ayının 20. günü, yani Novruz bayrami harfi günü qadimiy madaniyatlik yurt İpek yoluning tuguni Azizona Qashqarda o'tkazilmoqchi bo'lgan yangi Tanuri Öymülük Gazidarlıq şirketining saytxonligida Şinjan televiziya stansiyasining davlatlik birinchi darajalik rejissyori Nijat Niyozxo'ja rejissyorlik qilgan ata Novruz kuni kunduzda Qashqar shahrida xalqimizning Novruz bayramini tabriklab o'tkazildigan Qashqarda Novruz katta nashrifi oldin tayyorlik xizmatlari haqida maxsus rapidis ilib berildi. Alki Tori keng turdashlarning Novruz bayramini tabriklash, shundaqla qadimiy madaniyatlik yurt Qashqar diyoridagi Novruz mashrifi va Novruz sadosini qarindoshlarga yetkazish maqsadida bugun Qashqar shahriga yetib kelib, bu haqda oldin ma'lumot berdik. Erta kunduzi, ya'ni Novruz bayrami kuni Qashqarda katta Novruz mashrifi o'tkaziladi. Bu qitimliq Novruz mashrifiga diyorimizda ko'zga ko'ringan taniqli san'atkorlar, atoqli yozuvchi shoirlar va jamoat arboblari qatnashgan bo'lib, bu faxrli kishilarimiz atiki Novruzlik san'at kechiligida o'zining eng yangi sovg'atlari bilan xalqimizning Novruz bayramini tabriklaydi. Diyorimizning janub va shimolidagi keng qarindoshlar bilan birlikda Novruz tantanasiga jo'r bo'lish maqsadida bu qitimliq kechilik to'liq jarayoni ata naq maydonda suratga ilinib, qat yaqinda Şinjan televiziya stansiyasi va Alki Tori orqali barliq ko'ruvchilarning huzuriga suniladi. Ata Novruzlik kechilik naq maydonda Alki Tori Qashqarda Novruz mashrifi Alkida nomli maxsus ziyorat film ishlab, keng turdashlarning huzuriga sunildi. Assalomu alaykum, tayyor dada, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Novruz bayramlariga muborak bo'lsin. O'zingizdan bo'lg'ay. Tayyor dadamiz Novruz haqida bir ikki kalima so'zlab bergan bo'lsangiz bo'lamdi. Novruz to'g'risi so'zlasak, Novruzninki xosiyati nihoyat ko'p. Novruz Uyg'urlarni asos qilgan butkul turkiy xalqlarning, shundaqda İranlarning an'anaviy bayrami. Novruz paydo bo'lgani 3000 yildan 4000 yilgacha vaqt bo'ldi. Novruzning paydo bo'lganiga nihoyat uzoq vaqt bo'ldi. Ham bu Novruzning qadimiyligiga qarab buni ko'ni narsa undaq devilishga bo'lmaydi. Novruz milletimizning bir isil mirosi, isil an'anasi. Novruz tabiat bayrami, emgak bayrami, inoqlik bayrami. Novruz payti tabiat bayrami deganda Novruz kunlari kun bilan tun teng bo'lib, tabiat bilan moslashganlikni aniq ko'rsatib turdi. Shuningdek, Novruz jarayonida butkul xalqimiz tozilik, jirim tikish qatorli har xil faoliyatlar, shundaqla har xil san'at, tantarbiya faoliyatlari bilan shug'ullanib, ko'ngil ichish, badan chiniqtirish ishlarini olib bordi. Novruz 4-5 ming yil yashagan Novruz buningdan keyin mangu yashaydi. Toki insoniyatning oxirgi kunlariga qadar yashaydi. Biz bu Novruzdan iborat xosiyatli bayramimizni avlodlarga miros qilib qoldirib, Novruzning xosiyatlarini hammalarga aniq tushuntirib berishimiz va o'rgatishimiz lozim. Assalomu alaykum. Novruz bayrami munosabati bilan Alkidagi tordashlar bilan mana bu yerda yuz ko'rishganligimdan intayin qo'shilman. Hammanglarning Novruz bayraminglarga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Hammalarning buyuk Novruz bayramiga muborak bo'lg'ay. Salomat bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum qarindoshlar, do'stlar.
Hammanglarning Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum Navro'z ahli. Hammanglarning Navro'z bayramiga muborak bo'lsin. Hammangizlarning Navro'z bayramiga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Navro'z bayraminglar muborak bo'lsin. Hurmatli to'rdoshlar, azizani Qashqarda mehr muhabbat qiynib jo'ng bo'lgan Xinjiang televiziya stansiyasining riyosatchisi qarindishinglar, hamshiranglar Mahira Abdug'aniydan hammanglarga Navro'zlik salom. Navro'zlik tilaklarimiz katta. Yigitlarimiz har zaman vafodor bo'lsin. Qizlarimizning chiroyli ro'moli sharma haya bo'lsin. Ota-onalarimizning tini salomat, farzandlarimiz aqlli cho'ng bo'lsin. Assalomu alaykum. Navro'z bayraminglar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli Navro'z bayramlariga jo'r bo'lgan hurmatli aziz qarindoshlar. Butkul O'rta Osiyo va O'rta Sharqninki, Fors millatlarininki va bo'lib jumladan Turk dunyosiningki bu katta bayramlar bilan sizlarni tabriklayman. Sizlarga oliy ehtirom. Assalomu alaykum Xinjiang haqiqatchi joylardagi aziz qarindoshlarim. Men Qashqar shahar televiziya stansiyasi riyosatchisi Aliyaftoq. Men bugun Alki to'g'ri orqali hammanglarning kelayotgan Navro'z bayramlarini tabriklayman. Navro'z bayraminglar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Azizana Qashqardan hammanglarga salom. Assalomu alaykum qarindoshlar, Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Tojik elchisidan salom. Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Tojik elchisidan sizlarga salom. Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Hammanglarning Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Ishlaringlar o'ngishli, kunlaringlar ma'nli bo'lsin. Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammanglarning Navro'z bayraminglarga muborak bo'lsin. Barliq Navro'z ahlining Navro'z bayramini tabriklayman. Azizani Qashqarning shavkitidan assalom. İşçancılar kollarının berkitinden assalam. Eydganın silkiti hürmetinden assalam. Navro'zdagi quyoshning otfidan assalam. Va alaykum assalom. Alayım buradan. Navro'zdagi quyoshning otfidan assalam. Va alaykum assalam. Assalomu alaykum Abdukarimka, Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin. Va alaykum assalom, sizning Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Olsaq, Abdukarim amamiz kasbini o'zgartibdi deydi. Shadrash qilamdi ekanman. Riyosatchilik o'zgartibdi deydi. Yo'q. Shamal Qashqarga shu bugungi Navro'z mashrabningki riyosatchiligini qilish sizga kaqaldi. Endi riyosatchilik meniki bakmo jiq emas. Lekin endi men birsi men shu Qashqar diyorida tug'ilib cho'ng bo'lgan. Shu balkim shu Navro'z faoliyatini uyushtirganlar shuni ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Men shu riyosatchilarning birisi bo'lib qolibman. Qanaqamni Abdukarim aka xili maslashyapsiz ya? Shu taskin yodlatimi so'zni? Bugun shu Navro'z kechiligimizga riyosatchilikdan boshqami nomerlarni olib kelgansiz, quruq kelmadi hozir qachon? Albatta, Yalqin Qurbon bilan o'ynaydigan bir itotim bor. Mush itot o'ynaydigan itotni yilqi bir vaqtida o'ynagan itot shumi? Yo'q, men azaldan yilqi bir vaqt o'ynagan itotni ikkinchi qatam yilqi bir sanda o'ynab boqmadim. Mush itotni o'zim biza tapiramsiz, tapamamiz. Bu itotninki endi mazmuni hozir bu yerda deyishimninki menimcha zaruriyat yo'q. Eng yaxshi tomoshabinlar shu ekran orqali ko'rsatib ham yaxshi bo'lardi deyman. Bo'ldi, Abdukarim aka, riyosatchiligingizga utuq tilaymiz. Biz odamlarni chiroyli o'rnashtirib beraylik, aksiya zaman o'rnatib chiqiblar. İkincisi, Ahmetcan'ınki bir neçe yıllık sözü var. Kökçe
karvini de dizilip pervaz kılıp uçuş.